kulminatsion joyi. Bismillahirrohmanirrohim. Yonsin deylayim. Menimcha Amerikada menga o'xshagan driver bo'lsa kerak akalar. Men mashina tushunmayapman-da akalar. Dizelni ko'rsatadi. 500-600 mayllik yo'ling bor deydi-yu. Mashina uchib qoladi. Bitta birat to'xtadilar lekin. Pulman kelyapti. 3-marta sizlarga dizelim tugadi deb video qilyapman. O'zing maza qilaman-da. Dizel tugagan. Yuk ketishyapti. Men video qilib yuribman. Brother, how are you? Where are you from? I'm from India. What's your name? Guri. Nurik? Guri. Guri? Yeah, Guri. Can I take a video for my history? Yeah. Shu brat bizani Nurik es. Yeah. Shu brat bizani qutqardi. 40 minutlik yo'lga akalar hozir 2 minutda yetib boraman. Xursand bo'lib ketdim. Brat to'xtaganlarga piyoda yurib kelsangiz 42 minutlik yo'l edi. Men exitga kelib oldik. Mana o'sha gap agar boshim zavat qila olmasam video qo'yilmaydi. England? Yeah. Do you listen about Uzbekistan? I've heard of Uzbekistan. Central Asia. Close to Albania? Yes, close to Albania. Akalar ikkinchi stopdagi odam. This is Todd, yes? Yay, Todd. This is David. Thank you for stop and help me. My pleasure, David. Thank you. I will promise if you go to Philadelphia, you will my guest, okay? We will go to restaurant. Okay. 100%. Okay. Thank you. Shunaqa odam ko'rganmisizlar? Dizel tugagan, problemada yuribdi, lekin xursand bo'lib viza olib yuribdi. Akalar ketdi. Dizel olyapmiz. Endi 3-odamga iltimos qildim, akalar. 3-odamga bitta mana o'sha yoqqacha olib borib tasha iltimos dedim. Yo'q demadi brat. Endi u brat bilan video olamiz.